Uzun marketda birinchi 10 ta sotuvni qanday olish? Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Abbos Turkmenov, uzun marketda sotuvchiman. Ya'ni uzun marketda tovaringizni 0 dan 10 ta sotuv qilish jarayoni siz uchun qiyinmi? 3 ta siz uchun tavsiya beraman. Tovaringizni uzun marketga joylaganingizda va yaqinlaringiz tovaringizni boshqa akkauntdan xarid qilib turib va unga sharh qoldirish kerak. U sharh qoldirgandan keyin va yulduzchalar bilan baholagandan so'ng sizning vazifangizga foyda va ancha ko'tarilishiga top do'konlardan biri bo'lishga yordam beradi. Ikkinchisi, eng muhim narsalardan mijozga sizning tovaringizni nima uchun sotib olish kerak, bonuslarga boy. Ya'ni tovaringizni oldiga kichkinadir qanaqadir narsa qo'yishingiz mumkin sovg'a sifatida. Ya'ni u qiziqtirish uchun va klient sotib olishi uchun va klientga qulaylik yaratgan holatda va promokod taqdim eting. Promokod orqali, ya'ni klientga qanchalik qiziqarli bo'lsa, u tovar shunchalik yana ham sotib olishi ehtimoli juda ham oshadi. Va bonuslarga boy tovar bo'lsa, doimo tovaringiz sotilishdan to'xtamaydi. Shuning uchun doimo klientingiz bo'ladi va tovar qo'yishingiz bilanoq sotilishi boshlaydi. Va uchinchisi, narxni konkurentlaringizdan sal pastroq darajada qo'ying. Birinchi o'rinda uzun marketda endi savdoni yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, birinchi o'rinda narxlarni konkurentlaringizdan sal pastroq qo'ying. Qimmatroq qo'yib qo'ysangiz, lekin tovaringiz sotilmaydi. Klient uzun marketga kirganda doimo arzon narsani izlab kiradi, ya'ni arzonroq, sifatliroq narsani izlab kiradi. Shuning uchun doimo konkurentlaringizdan sal pastroq qo'ysangiz, ularnikini emas, siznikini olishni boshlaydi. Maqsad foyda emas, reviv yig'ish kerak birinchi o'rinda. Shuni inobatga olgan holatda birinchi oyda sharh, mijoz va baho olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun, ya'ni yulduzcha bilan 5 baho qoldirilsa, bu juda ham tovaringizni yoqtirganligini bildirishadi. Va sharhlar doimo keladi, doimo kelganda va har bittasiga e'tiborli bo'lib, ularga javob qaytarishni unutmang. Javobsiz sharhlaringiz bo'lsa va klientni befarq bo'lishingizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun doimo sharhlar bilan ham, mijozlar bilan ham va savoli va boshqa doimo e'tiborni qoldirmagan holatda siz javob berib turishingiz kerak. Va tovarlaringizga doimo mijozlar tovarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, sizdan so'rashi mumkin. Bularga ham doimo tezkor ravishda javob berishingiz kerak. Klientning savoli javobsiz qoladigan bo'lsa, tovaringizni sotib olmasligi mumkin. Shuning uchun tezroq tovaringizga qiziqtirish bildirgan bo'lsa klient tomonidan va savol yo'llagan bo'lsa, savolga обязательно tezkorlik bilan javob berishingiz kerak. Javob bersangiz, ya'ni tovaringiz ular uchun muhim bo'lsa, ya'ni srazu sotib olishi mumkin. Uzun marketda narx borasida konkurentlaringizdan sal pastroq yursangiz, birinchi o'rinda siz sotuvlaringiz ko'payadi. Sotuvlaringiz ko'paygandan keyin, ya'ni konkurentlaringizni reytingga chiqib olganingizdan keyin narxni asta-sekinlik bilan sezdirmagan holatda 500 so'm, 1000 so'm, 2000 so'm qilib ko'tarib olishingiz kerak bo'ladi. Ko'tarib, ya'ni reytingingizni konkurentlaringizga yaqinroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. O'shanda siz o'zingizni mijozingizni ham yo'qotmaysiz va doimiy mijoz sizda bo'ladi va tovar qo'yganingizda srazu sotuvlaringiz bo'ladi. Sotuvlaringiz to'xtab qolmaydi. Agar siz narxni srazu baland qilib qo'yadigan bo'lsangiz, siz klient yo'qotishingiz mumkin va tovarlaringiz sotilmay qolishi mumkin. Bu narsaga ham juda ham katta ahamiyat berishingizni xohlayman. Bitta mahsulot bilan qanday katta biznes qilish mumkin? Ya'ni siz uzun marketga bitta mahsulot bilan kirmoqchisiz va bu bitta mahsulot orqali siz va yuqoriga chiqmoqchisiz. Buni hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz, sizga qiziqarli bo'lsa. Bu skala qilish 3 ta yo'ldan iborat. Birinchisi, yangi mahsulot qo'shish, reklama va hamkorlik qilish. Va bu yerda bitta xato qilib qo'yishingiz mumkin. Ko'p tovar bilan uzun marketga birinchi boshlaganingizda hech qachon kirmang. Va siz to'g'ri tovar tanlagan bo'lsangiz, uzun marketda top sotiladigan tovarlardan biri bo'lsa siz tovaringiz va uni boshlanishiga ozroq miqdorda, ya'ni 15 ta 20 ta atrofida tovar bilan kirib turib va uni sotuvini ko'rgan holatda va yaxshi sotilayotganini ko'rib turib ishonch hosil qilganingizdan keyin va uni orqasini to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu juda ham oson. Va shundan kelib chiqib siz tovaringizni kichkina hajmdan boshlab, asta-sekinlik bilan ko'paytirib va uni analiz qilib birgalikda analiz qilgan holatda tovaringizni asta-sekinlik bilan orqasini to'ldirasiz. Va shunda siz tovaringizni analiz qildingiz, tovaringiz yaxshi sotilyapti, shundan kelib chiqib siz orqasini sekinlik bilan to'ldirasiz. Va shunda yaxshi natija beradi. Undan oldin siz katta tovar bilan uzun marketga hech qachon kirmang.
Va uzun sellerlar to'p qiladigan xatolardan buni sanab o'tib ketaman. Nega ko'p sellerlar muvaffaqiyatga chiqa olmaydi? Nima sababdan bunaqa? Sababi xatolari ko'p. Va bunga 3 ta sabab bo'lishi mumkin. Xatolardan bittasi noto'g'ri mahsulot, yomon listing va sabrsizlik oqibatida osongina tashlab ketishi mumkin. Ya'ni ko'p sellerlar boshlagandan so'ng 1 hafta, 2 haftada уже natija bo'lmayaptimi? Yo'q, tashlab ketishadi. Aslida bu juda ham katta xato hisoblanadi. Buni agar siz endi boshlagan bo'lsangiz, bu xatoni qilmang. Biznes strategiyasi xohlagan biznes egasi bo'lsin, boshqa biznes egasi bo'lsin. Bu biznes doimo sabr va qanoat talab qiladi va kuchsizlar doimo yutqizib qolishi mumkin. Shuning uchun kuchli bo'lib va sabrli bo'lgan holatda asta-sekinlik bilan yuqoriga chiqishingiz mumkin. Lekin uzun marketda doimo bitta tovar qo'ydim va уже 1 oy ichida hamma natijaga erishaman. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Обязательно uzun mutaxassislar bilan birgalikda maslahati bilan o'ssangiz, ya'ni ham o'zingizga foyda bo'ladi. Agar uzun marketda siz endi boshlamoqchi bo'lsangiz yoki boshlayotgan bo'lsangiz, sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa videolarimiz, kanalimizga obuna bo'lib va like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormasligi uchun. Va sizda qanaqadir qiziqtirgan savol bo'lsa, bemalol kommentariyaga yokida o'zimizning shaxsiy profilimizga Telegram yoki Instagram orqali yozishingiz mumkin. Biz savollaringizga javob beramiz. Sizlar bilan Abbos Turkmenov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.